Kim o? Men nega erkin payta? Men Sabırdan. Men tasqatma çipet kiri. Kaça geldi? Vay ta. Vay, qo'rqitib jinimni og'il tasla qoldi juma. Qo'pa. Yuzonchi. Men keldim desam bo'lmamdi. O'zimni bilmasam. Tavsil birechi buningga. Voy. To'xta, voy. Bu degan dasturxon. Shoir bo'lib qoldim ekan. O'zimni qani bir silab baqaychi. Ne maqsad yozay? Hey, nima chiqmoqda? She'r yozyapman. Voy, qachon yaxshi shoir bo'lib qoldi? Oqshomning yaxshi shoir bo'lib qoldimikin-da. Qoltisqo. Bir yezitay debsan-da. Men yaxshi. Sen o'qib beray. Ha, ma'qul. Bitti. Men sana bir o'qib beray, ha? Ha, qani o'qi. Tavuzni teridoq etizga. Un yesang qoladi shapaq. Voh. Şapaqlarni etizga yana bir qitim terisang, uningdan unib chiqadi bir yo'g'on qapoq. Alamat izitsa. Tavuzning urg'i qoladi. Yoki uning shapig'i qoladi. Ikkisining birisini tanlab olgin, ey do'stim. Tavuz urg'ini chaqsang bo'ladi. Chaqma yak tersang unidi, to'g'ri? Suv qo'ymasang vaqtida, o tavuzning o'lidi. Alamet izitsa jumodash. Bugun saharda tavuzliq ara. Heves bilan qaradim shapaqlarga. Asqatidi tavuzning suyi. Bizda kechish ishgan qabaqlarga. Yaraysa. Qasd izitsa. Shoir bo'libman-da. Ha. Endi noming chiqib ketgan bo'ldi. Alamet izitsa. Qani, tavzigina. Acabmi qo'rqatding-a meni? Yuragimning ojizligini bilib turib, shundaqmi qilamiz haqiqa? Ishin. Hey, qarapaqina nima atdinga? Ko'ynigim bilan oyiqin qani? To'q qildim. Qandaqmi qilaman? Yo'q. Hey, kiyimlarini naq saqinini bilmayotgansan-a? İşedin süydükini işkenge toy! Yoklama! Be. Batıl daha vurdu ki lan. İşin bak. Meslege şiir ok bire ya. Meslek şiir ok bire. Ah seher. Şiir yazdım. Kah seher. Ah seher. Bana bir dem. Bak. Seher. Ah, seher torgayları. Sayrı vağın bişimga konup, yabımız kegin kışımga bir demlik hotun bulup. Nim bo'p ketdi bu? G'afil sayrib qolgan usmamda. Oy, Turg'an. Assalomu alaykum. Qirliq stakanda ishchimiz aroq. Mast qilsang meni, qusman seni, ha? Nim bo'p ketding endi? Atdiganda dallab, nega manda? Ha? Sening dastingda xotirjam dallig'li bo'lmaydi. Nega bo'lsam shu yerda paydo bo'lib. Qiziq. Ey do'stim, akşam nima bo'lib ketdi qo'y? Uning gapini bir qilma. Men ish qilib uyga osmayka yalang'oyoq beribdim. Akşam xotin uy kirgizmay, bir kecha talal yotdim degina. Shunga hozir maynatniga berib, ko'ynigim bilan oyog'imni akilyaptim. U qandaroq turibdi? Ishlar hang'irqay o'choq.
Akşamki sorun şu peti. Ama Mahmut'un karısı mı görünmeydi? Oylarının uya bu yerlerini izlep baktım. Zadıla tapamadım. O ne cinap kaçmağında? Emese Popan'ın ögü verip onu başlap birle izlep bakaylı. Balamda. Onda kılsı köynekle ayakını ögü taşlap koyup, onun dinkin birle izleyli. Kanda? Onda kısak mı bolu da? Saklap durar mısın? Hem akıl. Tez bolcu mu? Ornumdan kandarak durgan neme. Toxta. Oyna Tike, oyna. Oy. Yani şüphe tutup mana. Kandarak o? Oy, qanday ahvoling? Qandarak ahvoling? Arzi chiqdi, yomon emasdi? Voy voy. Og'zining uchiq chiqibdi-ku. Oqshom bir nimadan qo'rqib ketmagansan? Oy, bir nimadan qo'rqib ketmagansan deysan-ku. Oqshom masjidda qavrtishni beshimga qo'yib, qabristonlikda uxlab qolibman angla. Shunday qiziqish oldi. Ey, tamakini o'tarding. Uy! Qilib qashini. Shunday qo'ymay. Hey, sizlar qandayroq? Oy. Menda o'zgarish zo'rjimi? Men sana bir ko'psa she'r o'qib beray. Anlab baqamsan? Nima dedim abi? O'qig'ina. Torg'aylar ushdi. Egiz binoladin. Beshimga kelib bir qag'i qo'ndi. Qaqli dedi. Men rostli shoir bo'lib ketdimmi nima? Albatta. Ey ballah. Men atiga Mahmutning uyiga borsam, Mahmut uyda yo'qturdi. Nima ketibdi u? Yo'qturdi uyda Mahmut. Baratning uxlaydigan yeri Tavut. Voy, bo'ldi qilay, beshimga qatmay. Ey, Mahmut yo'q bo'lsa, jurnal berib bizda baqilay. Jurnal. Yo'lda mang'ach qarab baqayli. O'shani Allohdan so'rab baqayli. Bala, adamni bir şey anlatmay. Voy, Rastimoning o'ylarini hanqirqa o'chiqib naketganda bu. Adam yo'q-ku. Ha? Mahmutning ishlari ochiq, tomlari puchuq, uya buyadi ba, bir necha yo'choq. Ey, mana bu qara, bundan keyin erkak paydo demay, erkak qopiya etsak vaqtda. Naq topding adash. Ey, Mahmut! Yo'q bu. Mahmut! Erkin turg'anlar surishtirib yurib, 3 kundan keyin Mahmutni qorong'u o'rmon ichidan tepib uyiga akeldi. Ko'cha do'qnishlarda bo'lsa, Mahmutning yo'qolib ketib 3 kun o'rmonlikda yurganligi kishilar munozirlashadigan qiziq nuqtaga aylandi. To'qildi. Mahmutgam yo'qolib ketibdi juma. Voy, Qo'shnilardan anglashimcha, u o'sha o'rmonning ichiga kirib ketgani 3 kun bo'pti. Qo'rqmasdan qandoqmi yurgandi uning ichida, ha? voy, nimadan qo'rqidi? Uni jinab qochgan tursa. Jin degan nima bor-ku ag'illa? Odamning magnitiga bekrak chopishdi ekan. Mushu jinab qochgan odam sarangli bo'lib qolsa, baxshi yoki ustur ham cho'p ketgidek. Amisi Mahmut Maynat nim bo'lamdi? Tamam, men bilmadim. Endi ham cho'lab ketadigan. Voy, manga voy. Gapimni ola. Ishni endi boshlaymiz. Sizlar men degandek o'g'irlagan narsalarni belgilangan yerga tiqib qo'yinglar. Men bergan narsalarni uylarga tiqib qo'ysizlar-da. Meni topalaydi deb gap taqtinglar. Shunda qilsak, pul degan o'zligidan keladi. Boy bo'lishimizda gap yo'q. Amsi ishni tezroq boshlaylik, Mahmudka. Tezroq boshlaylik. Tezroq boshlaylik, Mahmudka. Pul deganni ko'zga surtkida bo'lib ketdi-ku. Sizlar baqo, xotirjam qilaveringlar. Bu jinoyatga kirmaydi. Biz o'g'irlab, yana qaytib beramiz emasmi? Endi bu uyga qalayqa kelmanglar, ha? Bo'ldi, xo'sh, ketinglar. Ey, oldinglarmi?
Rimkamning hiliqi nasli kalasini o'g'irabdi juma. O alamet yaxshi qoldi-da. Uyqu degan o'lim degan rostmi? To'g'ri, uni tepibdimi? Topolmabdi. Lekin Mahmud qamning tushiga oyon bo'pti juma. Mahmud ham cho'p qiladigan o'xshaydi juma. To'g'ri. U ramchi bo'lmasa qandoq biladi deymi? Rost, to'g'ri. Sen o bir baksa bo'lmamdi. Undaqmay bir baqa. Rost, sen bir baqa. Bir baqa juma menma, ha? Bir baqa. Turmushda qiynalmayotganga darhol bir baq. Shunda qilay, bir baqa. Kalnada, chapsan etinglar, kalnada, chapsan etinglar, kalnada. Qo'li nadiki? Kalaning nadligini dapamayotdi. Nima deydi? Haq talab qilyotdi. Haq. Qancha pul talab qildi? Ularning deyishicha 400 so'm. Bo'ldi. Qo'li tepildigan ish bo'lsa, 400 so'm bersammi berayjimi? Bu zamonning jillarimi pul xashlaydigan bo'lib ketdimi nima? Mana bu 400 so'm. Etinglar jillarim, etinglar pulni oldinglar, kalnadi ekan. Ha, tepildi. Kallangiz tepildi. To'xtab turing. Tepildi. Kallangiz kun chiqishga qarab mansangiz bir o'rmonliq bor. Kallangiz shu o'rmonliqda o'tlar o'tibdi. Kallangizni o'g'irlagan o'g'irlar kallangizni shu o'rmonliqqa bog'lab qo'yib, shaharga xaridor topqilib ketibdi. Siz chapsan berib kallangizni akib oling. Bo'lmasa ulgurmaysiz. Ma'qul. Voy, Rimka, kalon tepibapsa, ha? Tepildi. Hiliqi Mahmud mollam deb bergan o'rmonliqdan tepildi. Mahmud degan-ku haqiqatan topqoq ramchika. Tova. Ma'o mehnat amdi usta ramchib ketibdi juma, ha? Ko'p bo'pti desa, shunday. Odam degan vaqo ancha-muncha jinob qish bo'lsa, yaxshilamdi nima, ha? Mana. To'xta, Bormi? Ha, bor. Cha. Mana. Mahmudka. Ishlar qanday bo'lib ketdi? Ishlar joyida Mahmudka. Biz yaxshi aplashtirdik. Yaxshi, yaraysizlar. Endi ba'u pul deganni cho'ylida lag'man suzgandek suzib olamiz. Aras, to'xtab turinglar. Mana ma'u seniki. Rahmat aka. Mana ma'u seniki. Rahmat. Arzimaydi. Endi ba'u mening deginim bo'yicha ish qilsanglar, bu ishdan hargiz chataq chiqmaydi. Xotirjam bo'l Mahmudka. Cho'qim sening gapingni anglaymiz. Yaraysan. To'xtab turinglar. Endi ba'u ma'u narsalarni men degan o'ylilarga, uylarga tiqib o'tinglar. Ondan menga xabarini beringlar, ha? Ma'qul. Ber. Oqish kulaman. Mashundaq nadallar qancha ko'p bo'lsa, men shuncha boy bo'latdim-da. Shundaq qilib, Mahmudning yolg'onchiligi yiqib qoldi. Kundan kunga uning donqi chiqqili turdi. Uningga ko'rinish uchun, muborak qo'lini tutish uchun odamlar na'nalardan keldi. U burunqi Mahmud Meynatdin amdilikda hurmatga sazovar, salobatlik Mahmud mollamga aylandi. Ba'zilar uni teki Mahmud Topqur, Mahmud Avliyo deyishib oldi. Mahmudning yomonlab ketgan ayoli o'zini so'rabli kelib oldi. Konularning kekash bo'lsa-mu boyning bolasi so'zlasin,
pul bo'lsa jangalda sho'rpa degini bakmi to'g'ri aytilgan ekan. Ey, Mahmut Maynatni deymi? Maynat dema voy onu. Mahmut mollam da og'zim maymoqchi ketdi. Maynat-ku o. Maynatning hajab omid kelyapti. Bir kunda bag'o 100 odamni ko'rdik qara. Hozir kuniga 80 bilet taqib, bilet balani ko'rdik. Anglasam ba'zilarning o'ylaridan, mahallalardan ko'milgan qasqigan nimalarni tepib yetibdi deydi juma. Pul deganni amma alamat deb aytdi degan shundaqmi? Mush qirliq stakanda haraq ichib, jinib qashqini oshnonga paydo bo'ldi da adash. Hey ajin, meni hep qasımam de adaş ey. Uchrabmi qala bo'g'iydi. Sen qabristonlikda yetib olg'achqa seni o'likmikin deb kammagan gap. Shundaymi? Ben nima deb aytgandim shu qabristonlikda? Hey, bizning erkin paydomi yo'qolib ketdi-ku. Vay, qo'ya uni gapini. U shoir oldim deb hozir 5ni ko'tarmay yezi. Yozganlarni gez qallaga, radio stansiyasiga aytib yuradi deydi. Ey, dexe, ishqildi o'tganlarni tutib olib, she'r o'qib berma deb yuramiz. Shundaqmi? Anglasam rat, noy ko'rib, Muhammad Jarashning jang e'lon qildi. Nima mana? O so'ramabdi-ku. Emasmi? Yura, ey, uning gaplarini anglab, uni bir ko'rib kelaylik. Shuna qilmizmi? Yuramiz. Yura. Şiir yazman. Men nima deb şiir yazman? Yolda mansam ketsi, yoldun azmen. Bugün günge peşembe, yayrim kilip keşlep ket. Kilemmisan, özün bil. Hey, bu mu kallistin ketkende kılamdı nima? Mahmut Maynatni ko'rib kelgach, ma erkinni opirib ko'z baqsa qandaq deysa? Aşı aldamchig'imi? Voy, ma bo'ldi. Keçi bolsa, gün çıkandı yoruydu. İştimini jüpiyip koysam, şamalçısı kuruydu. Oy. Esselamu aleyküm. Şamal çıktı kayakka, kep kapslağı bu yakka. Ben de işlerinle bağmıttı. Bana çenemi çıkarmağın ataş neyim boğandı? Hey. Mahmut mollamga bana opirib ko'z baqayla da şey. To'xtab turinglar, ag'inlar, men sizlarga bir kuplet she'r o'qib, qalbinglarni villada qilib yo'rtib tay. Qo'ya, o she'rini ag'inlar, men sizlarga she'r o'qoy. Anglab bo'lib she'rimni, hayron u has bo'linglar. Qandoq dedim, doktorim? She'rim. Kırk beşinci numarada kırsın deydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amin. Allohu akbar. Xo'sh, bu yoqqa kelibsiz. Mushu putim og'riydi. Şunu sizni ko'rib boqamdiki deb kelishim. Tomoningizning tutib boqay. Qo'lingizni. Sizda cho'ng kasal yo'q. Azroq shamol tegib qopti. Shamol tegib qopti. O'ng putingiz og'riydi, shundaqmi? Shundaq. Ketsa yaxshi uxlayolmaysiz. Mushu ishtoyingizmi yaxshi emaskan, ha? To'g'ri. Naq topdingiz. Mushu doktorxonaga borsam, natiki gaplarni qilib, og'ich pulimni elib oldi. Sizning kasalingiz bakchon kasal emas. Bakchon kasal emas. Bu kasalingizni sallamaza saqayt qilib bo'ladi. Jiq xarajat ketmaydi. 1000 so'm bersangiz, kasalingizni saqayt etaman. Yenimga unchalik pulni sepkamabdiman. Bu dunyolikda bir talla kalam bor. Shuni setib,
pulni joylab kelsam qandaq? Bo'lamda? Bo'ldi. Kalangizni setib, pulni akasangiz, men sizga dori yezib beray, ha? Ma'qul. Bo'ladi, xo'sh. Keslangiz cho'ng kesal emas, ha? O'zim saqaytaman. Ma'qul. 45 numara kirsin. Oho, ma odamlarning Parang aslida parang, yo'l-yo'liqdi uchta sarang. Ey odamlar, nega bunda qaraysizlar? Men sizlarga kuyib qoldim. Nomus qilmaysan, O'tiribdi uchta sarang. Manga. Assalomu alaykum mollam. Qanday ahvol, tinchlikmi? O'dishing xoma, yeyishing mo'ma, xumsizlik qilma, boshqa gapni so'rama. Qilib chiqaman. To'xtab tur adash, oyog'imni salay, men bu yerga qo'yay. Mana. Voy, nimada qildim havo? Chiqa mana. Erkin, Turg'an, Barat. Xadiminglar yetib qopdi-ku. O'tava paqpa. Beshingni qat, laypaqqa. Og'zingni jim jim o'tirasan birdam. Mollamni ishtamagan anda. Aroq ichib yurgan bir nimaning miyada uni deb Yo'q, bo'ldi qilinglar. Guna. Mollam, bu mundaq ishda. Mushu erkin bir qism bo'lib qolgandek qiladi. Men ikki qism. Jim o'tiraman da. Shunga sizga bir ko'z boqay deb kelgandim. Qo'lingni aka, tomirog'ini tutib boqay. Voy, nimandaq qoq? Qo'lingni bermamsa, qo'lingni. Beray mollam qo'lingni, beray. Tutava tomirni. Mollam, odamning zilva bir chig'i, to'limi qisqa, uning umri biroq. Yirtilsa molli gulidan bir yopirmoq, molli gulidan tugiladi 3 yopirmoq. Yada. Voy, nima deysan, jim o'tira. Rasmiy jin tegibdi. Odam degan shaytonning vasvasida yashaydi. Ezishdan saqlanmoq tez. Senda shamol bilan qas bor ekan. Shamolni men o'qib yo'q qilaman. Biroq qas qilgan narsani topmoq tez. Astagfirullah. Qas qilgan narsa uyingda yoki o'ylangda bo'lsa, tushdan burun berib, men uni topaman. Qolgan gapni shu chaqda deyishayli. Bo'lmasa u sarang bo'lib qoladi. Nima deydi? Shamol tegibdi. Shamol? Qasvaka senda. Amsa tushdan burun erkin uyda saqlaymiz, jimam Allohim. Ma'qul. Qopa. Kiy oyog'ini. Voy, men oyog'ini kiygina sadagan ketay, voy, ala. Kiy. Nim bo'ptimi? Sarang o'psa, shamol tegibdi, shamol. Kiy mana. Ostama oyog'ini kiyib, bir peni ko'tarib manga deyapman bu. Rasarang optimi nima bu? Turg'an. Men seni joylamaydigan bo'lsam, Mahmud mollam bo'lmay ketay. Ya onun deganning mo, gapining asosi borda, balki madash. Sen Tov deymanda. Ma bir jin ap qashqan bilanla, Mahmud Maynatning Mahmud mollam bo'lib qolganni. Tova. Ya man deyman, ey, nima bo'lding? Sen atdigandan beri Alloh taolo so'zlab beshimizni og'irtib yutib bortding. Mana endi o'zingni tinglab tug'digan qo'ydak solpib qolding ha? Chaqchaq qilmanglar. Men diraslar qaysam kina? Mollam shunaq dedi-ku. Men necha vaqtning yo'g'i
Abdulterini doğrab, şunda qilgandim. Endi qo'pib uning senda qasva ekanligini nemisi endi? Ey, necha vaqtdan beri bizni ahmoq qilib yuribdikan-sanda, sarang payda. Hey. Andaqmı deb ketmeyli. Etma Mahmut mollamning karomatini bir ko'rib baqmamdoq. Ha? Yuringlar. Ko'rsa ko'rilarmiz. Mamamsa? Mana oy. Akşam qandaqroq uxlabsa? Kechich meni qori besib chiqdi. Nima deydigandim o? Uning ustiga yerim kechida o'g'zib birsi mangandek bo'lib, jinim chiqayli dedi qara. Qo'qqonga qo'sh ko'rinadi degandek ish bo'pti-da. Voy, Mahmut mollam geldi. Assalomu alaykum Mahmut mollam. Qanday ahvollari? Tallari saqma. Tinchlikmi? Qanday Mahmut mollam? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Men oldirash keldim. Tarat bormi? Tarat yo'q. Tarat evalli vallahi jurnallar. Undaq bo'lsa, men izlashni boshlay. Keyin direktorlar. Çatak, naq mush kesakning ostida. Chapsal, qo'linglar. Ya Allah! Çatak, naq mush narsa. Sening beshini qapoq qilib atgan mush narsa shu. İçini iç bak, bunun içinde bir qulub bor. İtikli qulub. Ya Allah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Doğruldum. Endi sen yeşilgan. Mega. Mening tasi ishongim kelmayapti. Boya kirgicha, hishq sap soldingmi? Zida turdi, zida. Uni oqshom tiqib qo'ygan gap. Gunoh bo'lgan gapni demagina sanma. Nima gunoh bo'ladi? Men uni bilmamda. Tova degan yoqangni tutdi. Birlar. Mollam. Qachon bunday bo'ldingiz? Endi men mangay. Birdam o'ltirib. Xo'sh, rahmat. Qandoqli ish bo'lsa, meni izlasanglar bo'ladi. Ma'qul. Navsqi. Ishingni qilishaymi? Mashinangmi ishinib yurginni. Tova qildim, tova, topdi, juma abi topdi. O'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam ishonmaydim, Rost. Nima undaq gaplarni qilyapsan, ayting sen? Yolg'on, hammasi yolg'on. Undaq yomon bo'lgan gaplarni qilma, og'zingga qo'yma. O'ta neri, o'ta. Qaramam senga. Men ulug'ya juma baba. Neri turinglar. Desmala. Men desmala. Ey. Tova deyman juma. Shu o'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam, hargiz ishonmaydim-ki. Mahmud mollam tunugun naq maydon topdi juma. Hozirgi odamlar nima bo'lib ketgan ha? Ey. Mush bika bir-birisiga qash qilishib. Osh qulupni topsidan elevatmagan bo'lsa, bizni erkin bag'o sarangib qoladi-ki. Mahmud meynat deb ko'zga ilmaytdinglar u haraqkashni. Men endi donliq mo'llab ketibdi emasmi? Shu bag'o qara. Mushu qirliq istakan ishkana foydasi.
U aroq ichib sirtqa chiqmagan bo'lsa, bugungi omad nada uningga? Sizlarmichi uningda qamlashtirib ichameysizlar o'pirnimini. To'g'lirim. Voy to'g'lirim. To'g'lirim. Chidimidim qo'man. Voy, kela bu yoqqa kela. Chidimidim. Nima bo'ldi, adash, nima bo'ldi? Voy, bir yig'lamay gaplar, nima bo'ldi? Manqirg'ina, yig'lama. Ha, nima bo'ldi? Ha. Akşam to'g'lirim yo'q. O'g'rab ketgan o'xshaydi. To'g'lirim. Hey. To'g'lirim 10 necha ming so'm pul bekor ketdi endi. To'g'lirim yo'q turdi. Mahmudning yoniga bordingmi? Bordim. Borsam Malining tashlandiq yeriga berib qarab baq, bavulsa shu yerda bavulidi, bo'lmasa yo'q deydi. Borsam to'g'lirimning hammasi yo'q. Voy, bo'pti, yig'lamag'ina chiqib qolar, adashay bir izlab boqsaq chiqib qolar, to'g'lirim. 5 ming ko'ylik cho'xorizim bor edi. Ahmikinimning har bir tuxumi mumkin emasmidi? To'g'lirim nerede endi? To'g'lirim meni chaqirib o'tdi. To'g'lirim, mana men. Hey, Turg'an. Hey, to'g'lirim, neredesin? Mana men. Hey, Turg'an, manqira. Hey, Turg'an. Hey, Turg'an. Hey, mana nima bo'lgandamda? To'qildim qara. To'qillarni bollardim iziz ko'ramdi nima? Sarangdaklar bo'lib qopdi-ku. Tova. Hey, men oqsin chiqib qo'yajman. Hey, oldingmi? Avu yo'qoq maldiki Ahmad Chaydo bilan Abay Palti ikkisi birlashib, birisining kalsini o'g'irlab tutilib qopti deydi. Texi u ikkisi bizni mushunda qilishga Mahmud mullam buyurgan debdi. Undaqda Mahmud mullam oldamchikanda, ha? Hey, bu bizning nodonligimiz, soddaligimizda ashu bizniki, ha? Bir odam shundaqli chiqib qoldimi, uni avliyo ekan, ondoq ekan deb maqtab ko'tirib aytamiz. Shu emasmi? Mushi bizning ahmoqligimizmi nima? Ha, to'g'ri. Soqchi mashinasining ovozi. Malimizda birasini tutamdi nima? Sizlarga nima bo'ldi? Men topshir. Melodin çıkıp geldin Gül kışı kulağınga Oy Qandara qavalın yaxşı Qandara kela Obdan turib o'tamsan O'tir Teshikda Meni nimaga chaqirtgan Adaş ikkimizning atsi bek yaxshi bo'ladiganligiga ishonman degina men shoir bo'lay deb qolganda degina Mahmud degan Meynat ilhomimga suv sepdi bo'lmasa eli qirliq istakanda aroq ichgandan keyin yozganlari o'ptalla aplashib qilyotibdi uyimdan eli birnimi topgandan boshlab u ishmi yo'q chiqdi mana sen eli kuni qabristonlikda yetib qolmagan bo'lsang usulchi bo'lib qilishingda umid botdi bu ketin foydasini shu Mahmudli ko'rdi Şunu ikkimiz qirliq istakanda yakki bir ichib orzularimizga tezroq yetaylik bo'ladimi Agar bizning o'makda ishlashni xohlasangiz siz biz bilan aloqalashing o'makimizga qabul qilindingiz rahmat hey ishsak ishtoq qani qo'ya oxirgi qatim bir qirliq istakanda ishkimiz bo'lib qolsin Turg'onni chaqiray deb borsam 3 kun bo'ldi uyda yo'q deydi
to'g'rilarini izlab chiqib ketibdi. Ey, qo'sh. Orzularimizga tezroq yetish uchun. Xo'ja. Hey, qaysi kuni kelgan soqchi mashinasi bor. Helaqa Mahmud mollani tutib ketibdi. Aldamchining quyrug'i hamon bir tutam bo'ladi. Men sizlarga aytgan edim-ku, ha? Hey, qara, turgan kim-ku, ha? Turgan-ku. Qaranglar, to'plarni qirg'irib tushirdi-ku, ha? To'g'ulurum. Meni to'g'ulurum. Bo'ldi, so'rab qoldimi nima, ha? Shundaymi? Barat. Maqara. Biz vaqo cho'qim g'alba qilaylik. Ha? Ey. Biz shoir, usulchi bo'lmasaqmi mayli degan adash. Shu Mahmuddek pul topadigan molla qasaqmi maylijimi? Mayli. Əmsə, biz vaqo eliqi Mahmud 3 gün yatqan eliq ormanlıqı bir yatsaq çoxum şundaq bolimiz. Namımız mı çıkıdı? Qandaq deydi? Bagi pol qoladı. Biz bayağı kütülgan o'xshaymiz. Shunaqmi? Men vaqo adaş. Ya şair bo'laman. Ya bo'lmasa, mehnatdek molla bo'laman. Men mo'chun qara. Ya dаңlıq usulchi bo'laman. Ya bo'lmasa, ashnodek molla bo'laman. Unda olsa, yürü. Biz mi şu ormanlığı verip ravuruz. 3 gün yataylı. Kara. Adem ekip gelip oturdu. Kara. Ha? As odam ekan-ku. Qanaqa qilamizmi? Ha? Qanaqa qilamiz? Qiz emas. Biz yig'ib aytganda obro'y qazanamiz. Uningdagi maqsad nima deganda obro'y qozonmoqchi. Şunu biz adamni qutqazsak, bizni gazetlarda, televizorlarda tunishtirdi shu. Qanday? Magipona jenavayna alishmi? Voy, ey. Oldimizdan eqib o'tkizdi odam ovoyaga. Uni kenidan qo'lab yetishib, to'g'ri. qutqizishimiz kerak. Qo'rqmamsa, qo'lab yetish qutqiz emas. Mana qutqizishimiz kerak. Qutqiz emas. Cho'qim. Bo'lmasa sat bo'ladi. Emasmi? Qutqizaylik. Kiyiming sanmansa, Ey, kiyimingni sanmajimo. So'qmasin, to'nglaysan. Qiliq istakalli ishkanni ochib biz qutqizimiz. Ani qo'g'lab berib keynadim. Men otdim o'zimni. Otdim mana. Men atay. Otdim emisa. Sotimiz Mahmudning jinoyatga qarab chiqish orqali tuvandagidek hukm chiqardi. Mahmud Mehmet boshqalar bilan birlashib saqtiliq qilib, nurg'un odamlarning 100 ming yuan pulini, 100 ming yuan qimmatidagi melni aldab elib olgan. Davlatimiz jinoyat ishlar qonunining 266-moddasiga asosan Mahmud Mehmetga aldamchilik jinoyati uchun 20 yillik qamoq jazosi berilib, butun mol dunyosini musodir qildi. Darhol ijro qilinsin. Ko'cha to'qmishida param texini qizib ketdi. Kishilar
o'zicha avliyo bo'lib olgan Mahmud Mollaning bir aldamchi ekanligini bilganida hayron qilishib, o'zlarining aldanganligidan afsuslanish. Hay, turgan to'g'oning kaynidimi jiq gap bor. Ba'zilar uni to'g'oning jini tegibdi desa, ba'zilar o'g'irlardan tayoq yeb shundoq bo'ldi deyish. Mahmud Molla qog'avatgan degichilarmi bu? Biroq ba'zilar kaskinlik qilib to'g'oni to'g'oga selib uvoliga qag'anlar. Jandarlarni xorliganlar oxiri mushu kunga qoladi deb xulosa chiqardi. Mahmud Molla turgan to'g'rilik talash tortishlar toza qizibatganda, Oqo'stanning to'van eqinidan Barat To'pon bilan Erkin Paydoning jasadi tepildi. Qiziq yeri, ular o'lgandimi qirliq istakanni yenidan ayirmagan edi. Qirliq istakanda haraq ichib yurgan nochilarmi bu gapni anglab, tekshirgandek bo'ldi. Qirliq istakan tufayli odamlarni sukut va sabr bilan saqlaydigan qabristonda yana ikki qabri ko'paydi. Bizda mushundaqli xorg'ulachi cho'qinish, do'rash bo'lsa, yana qanchasi ko'piya.